Men просто asabim buzilyapti hozir. Assalomu alaykum hurmatli talabalar, xabaringlar bor. Yangi yil munosabati bilan biz zakovat intellektual o'yinini turnir sifatida boshlaganmiz va bugun ikkinchi o'yin. Biz tayyorgarlik jarayonidamiz. Zakovat turnirining ikkinchi soni boshlandi. Bugungi zakovat intellektual o'yinining ikkinchi soni o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi o'yinimiz g'olibi Lingo jamoasi. Ularga omad tilagan holatda sizlarni 3-o'yinda kutib qolamiz.